Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana shunaqangi toza havoda erta sahardan yo'lga otlandik. Osmonni qaranglar chiroyliligini. Tong sahardan To'y munosabati bilan demak biz bozorga tushish uchun ertalabdan ko'chaga chiqdik. Anchadan beri shunaqa ko'chaga chiqmagan ekanmiz va bozorlarga tushmay qolgan ekanmiz. Bu ishlarni biz oldin juda ham ko'p qilardik va biz hozir bozorga avtobusda borib kelishga qaror qildik. Mana ketdik. seni osmonga olib ketaman. Bizda yerga dunyo terjumon. Oyim uylarigacha persadka qilib boramiz. Hozir oyim uylariga borib persadka uchun tushamiz. Osmonni qaranglar chiroyliligini. Ertalabdan. Mashinalar ham jonaqa ko'p emas. Biz ostanovkada keyingi persadka qilish uchun avtobus kutyapmiz. Keyin yetib olamiz hozir. Bozorga ko'chirib kelaylik bir. Ona bolalar qilib. Mana nihoyat avtobusimiz ham kelib, biz bozorga yetib keldik. Oyim bizga to'y uchun sizlarga oyoq kiyimni, men tuflini hadya qilaman dedilar. Biz bajonidil xursand bo'lib qabul qilib oldik. Sizniki tovar deb juda ham xursand bo'ldik. Keyin shunaqa hamma kerakli narsalar uchun shunaqa magazinlarni, gipermarketlarni, xullas butun bozorni aylanib narsalarimizni yig'ib terib oldik. Qizlarimiz uchun ham mana shu gipermarketda ichidan juda ham chiroyli bo'lgan to'ko'ligini topdik. Mana kelindan ham o'tib tushishdi. Bozor bo'lib o'tiramiz hozir bo'lsa. Navaralarimga albom olib beraman deb ketdilar. Shunaqa qilib yuborib bersak, qilamiz sizlardan. Va bozorligimizni tugatib, yana avtobusda qaytib, oyim uylarigacha yetib kelib, keyin taksida yetib ola qolinglar u yog'iga deb, taksiga bizani o'tkazib yubordilar uyimizgacha. Keyingi videolarda men sizlar bilan xudo xolisa raspakovkamni bo'lishib o'taman. Miriqib, demak hamma bozorlarimizni qilib bo'lganimizcha, u yoqda ertalab chay pitilar qilganimizcha, xullas hammasi bo'lib soat 2 da uyimizga yetib keldik. Men kanalimga obuna bo'linglar, podpisatsiya bo'linglar, like bosinglar.